Do'stlar, dehqondan birinchi qoringa yetuk bug'oz. Ko'raveradigan joy akalar, xudo xolasa mana foydalanuvchilarga ham tushadi. Yosh xudo xolasa birinchi qoringa zo'ri chiqsa olaman deb kutib yurgan akalarimizga ham tushaveradi mana. Tavsiya qilamiz. Qani ketdik video obzorni boshladik akalar. Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Cho'mbog'osh Qo'ng'irot mahallasi. Xudo xolasa dehqon xonadonidamiz. Dehqon tog'amizdan yetuk bug'oz bor. Sotiladigan ko'ringlar. Kimga sifati, narxi yo'q bo'lsa, aloqaga chiqib savdo qilib olishlari mumkin bo'ladi akalar. Mana yetuk bug'oz. Bugungi sanamiz 22-iyul haftaning chorshanba kuni 2026. Inshaalloh molni ma'lumotlarini olib beramiz. Ko'ringlar, ishonchli joyidan ko'rsatib beraveramiz. Video avvaldan akalar bitta like tugmasini bosib, kanalga mehmonlar obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa biz sizlarga zo'rlardan ko'rsatishda davom etaveramiz. Yaqubjon tog'amizdan ma'lumot olamiz. Xudo xolasa narxini yo'lda qilib bersa, aloqaga chiqib savdo qilaversa, telefon raqamini ekranga qo'yib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumsiz? Rahmat. Yaxshilab yetiltirib qo'yibsiz mana xudo xolasa. Yap yo'q. Necha qanchaligi qoldi endi buni tug'ishiga? Mo'ljalda bir uzab ketsa 15 kun bo'lmasa 10 kun ichida tug'sa kerak mo'ljalda. Aha, 10 kun ichida yo 15 kun ichida tug'adi. Aniq kunini bilasizmi? Dostdan ko'ringlar akalar mana 4 joyda. 9 oy to'ldirib qoldimi? 9 oyga bordi, o'sha borib qoldi. Gap yo'q. Akalar mana ko'ringlar, xudo xolasa yana ham yilin solib rosa mol ko'rinadigan paytiga keldi mana xudo xolasa. Aqarat bitta tortib anchaki yurgizdirib. Molni bo'yni balandliklari necha keladi ekan endi? Torting bitta, uzun tortib yurgizib olavering. Necha keladi bo'yni balandligi? Bilmayman, o'lchab ko'rganim yo'q. Muzaffar aka necha keladi? 35 keti kerak, ha? Taxminan. 35 plus. 1.35 plus. Do'stlar, 1.35 emas, 1.40 ga xotirjam boradi. Metr bo'lsa o'lchab ham qo'yaveramiz. Metr attimi? Ha, metrni balla olib chiqarsin, siz bizga ma'lumotni berib turing. Kurashchi chiqardimi? Metr bor. Ha. Bir yarim oycha bo'ldi-da, Ikkita kuragi bor, xullas. Ha, bir yarim Kuloq yetkazgan ekanda. Do'stlar, mana 2 kurak mol ekan. Xudo xolasa hozir bo'yini ham o'lchab beramiz. Ko'ringlar, molni oyoqlari hamma joyi kelgan. Gibrid variantidan-da, sementalga gibrididan. Yoqubbo. Nech pul deymiz? Narxini aytaveraylik, keyin bo'yini o'lchab ko'rsatib beraveramiz. Chiroylab kelishtirib aytaverasa, pulga 55 beriladi. torting, mol yurib turaversin. Endi Hayda ochilib. Jonivor. 55 million deysizmi? Sen kelishtirib aytavering. Dehqon odamsiz. ha, endi Kelishtirib aytgani aytavering. bermaydi-yu, hali bo'lsa. Ya yopishtirib aytgan yaxshi. Endi nima deydi? Yomon emas, mol zo'r, narxi ham zo'r. Endi oluvchilarni ham sal o'ylab qo'ygan yaxshi-da. Sal kelishtirib siylab aytavering. 53 beraveradi, bo'lmasa. 53 kam bor-a? Bor ekansiz, 1 yo'l 53 deb qo'yasiz, bo'lmaydi, meni ham qiynamasdan-a. Do'stlar, mana ko'ringlar, 53 million baho aytilyapti. Bo'yni o'lchaylik. O'lchachi o'lim bo'yni. Yo'q, bu qochgan buqasi tayinmi buni? Sendan qo'rqyapti. Urib qo'yilgan. Sendan cho'chyapti. Bo'ldi, hozir bir joyga bog'lab o'lchab beramiz akalar. Urib qanaqa urib qo'ygansiz? Qanaqa urib qo'yilgan? 1,5 ga chiqardi. Metal bo'lsa kerak. Do'stlar, molni xudo xolasa olinglar, baraka topasizlar. Xudo xolasa yaxshi mol, birinchi qoringa yosh. Yo'q tog'amiz mana xudo xolasa katta imorat boshlab qo'ygan. Mana shu imoratlarni bitirish maqsadida sotilyapti. Mana yetuk tayyor. Necha ekan? 1.40 mi? 1.40 ekan. O'lchab ko'rganman. Qani, sekin o'tib ko'rsatib qo'yamiz. Mana metrda oyog'idan 40 ta turib. akalar. Ko'ringlar. Xudo xolasa mana yaqinroq bunday qilib turing. Do'stlar, mana 1.40, 1.39. 1,35 plus qolaversin. Ha, 1.39 ekan akalar. Kelib yana o'zlarining o'lchab olaverasizlar, arqasi baland. Endi mol bo'yi bilan ko'p maqtanishni kerak yo'q. Molning eni yaxshi, hamma joyi joy-joyida. Nima qanaqa urib qo'yilgan dedik?
Ha? Qanaqa bir qilaylik? Yani simital deyilgan. Ha. Semental deb qo'yib berib ketgan ha sizga. Gap yo'q. Aylantirib turaveringchi bo'ldi. 53 million kam bor. Kelishib qolsa dastavkalari ham bor ha. Endi ko'rsa ma'qul kelsa kelishiladi-da. Yaqin atrofga bo'lsa qilib beraversa. Do'stlar, dastavkasini ham yaqin atrofga bo'lsa qilib beradi. Kelinglar, ko'ringlar, xudo xolsa baraka topadigan mol. Savdogarlarga ham sog'lig'i hammani ichida sog'ligi kuchi bo'lgan. aybi nuqsoni yo'q. Ayb nuqsoni yo'q. Bemalol, bu kimga bo'lsa tavsiya qilaveraylikmi? Ha, kimga bo'lsa garantiya. Mana, akalar, 10 kun 15 kunga javob. xudo xolasa yeyishiga, ichishiga, ha? Uyalmayman. Gap. Tanlamaydi. O't tanlamaydi, xudo xolasa yaxshi mol mana tuyoqlarni ko'ringlar, mana stikan tuyoq. Xullas videoni qisqacha qilamiz akalar, ko'ringlar. Mana yoqqan bo'lsa aloqaga chiqasizlar, telefon raqamini ekranga qo'yib qo'yamiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Cho'mbosh Qo'ng'irot mahallasida akalar. Tavsiya qilinadigan joydan mana. Keling, ko'ring, yoqsa xarid qilib olaverasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Muzaffar aka rahmat sizga. Muzaffar akamiz mana yaxshi xizmatda bo'ldi mana.